Mulk oldi-sotdisi bilan bog'liq bo'lgan amaliyotda juda kam uchrovchi, ammo dolzarb bo'lgan masalalardan biri korxona oldi-sotdisi bilan bog'liq hisoblanadi. Ya'ni Fuqarolik kodeksi va boshqa qonunchilik bo'yicha korxona oldi-sotdisini amalga oshirishga yo'l qo'yiladi va uni tartibi belgilab berilgan. Endi korxona oldi-sotdisini amalga oshirishda uning shakli, ya'ni u belgilangan tartibda oldi-sotish shartnomasi yozma shaklda tuziladi va notariusda guvohlantirilgan tartibda amalga oshirilib, davlat ro'yxatidan o'tkaziladi. Va davlat ro'yxatidan o'tkazilgandan keyingina korxona oldi-sotdisi qonuniy tartibda amalga oshirilgan hisoblanadi. Ammo korxona oldi-sotdisi notarial tartibda oldi-sotish shartnomasi tuzilishidan avval uni to'liqligicha inventarizatsiyadan o'tkazish lozim bo'ladi. Ya'ni bu nima degani? Korxonadagi mavjud mulklar, ularning qiymati va boshqa turdagi hamma ma'lumotlar inventarizatsiya ro'yxatiga kiritiladi va inventarizatsiya ro'yxati bo'yicha o'sha korxona oldi-sotdisi amalga oshirilgandan keyin sotib oluvchiga o'sha inventarizatsiyada ko'rsatilgan mulklar mulk huquqi o'tadi. Endi inventarizatsiya ro'yxati amalga oshirilgandan so'ng korxonaning qiymati aniqlanadi va o'sha qiymat asosida oldi-sotdisi amalga oshiriladi. Endi o'z o'rnida savol tug'ilishi mumkin. Korxona oldi-sotdisini amalga oshirilayotgan vaqtda uni kreditorlar mavjud bo'ladigan bo'lsa, bu holat qanday tartibda amalga oshiriladi? Agarda korxonaning kreditorlari mavjud bo'ladigan bo'lsa, kreditorlar ro'yxati tuziladi va bu holatda korxona oldi-sotdisi amalga oshirishdan avval yozma shaklda kreditorlarning roziligi so'raladi va kreditorlarning roziligi olingandan keyingina korxona oldi-sotdisiga yo'l qo'yiladi. Agar bu tartibga rioya qilinmaydigan bo'lsa, oldi-sotish shartnomasi kreditor talabi bilan o'z-o'zidan haqiqiy emas deb topilishi mumkin. Endi amaliyot bo'yicha olib qaraydigan bo'lsak, korxona oldi-sotdisini amalga oshirishda ko'pincha holatlarda uchrovchi masala korxona ma'lum bir muddat faoliyat ko'rsatib kelgan bo'ladi va sotuvchining ixtiyoriga asosan uni aytaylik faoliyatini to'xtatmoqchi bo'lganda uni sotishga urinadi va sotish amalga oshirilayotgan vaqtda sotib oluvchi tomonidan ko'pincha holatlarda o'sha korxonaning uzoq muddat davomida faoliyat yuritib kelganligi, uni tarixidan foydalanish maqsadida sotib oladi va ba'zi bir holatlarda ushbu korxonadan noqonuniy faoliyat ko'rsatish maqsadida foydalaniladi. Aytaylik, korxona nomiga katta miqdorda kredit olinadi. Sababi korxona ancha muddat davomida faoliyat ko'rsatib kelgan va banklar tomonidan ko'pincha holatlarda katta miqdorda kreditlar beriladi va sotib oluvchi tomonidan o'sha kreditlar olinadi va ular o'zlashtiriladi, ya'ni restrata qilinib jinoyat sodir etiladi yoki boshqa turdagi jinoyatlar sodir etilishi mumkin, faoliyat ko'rsatish masalasi bilan bog'liq bo'lgan va ushbu holatda to'g'ri sotib olgan shaxs o'zi ko'rsatgan faoliyatda o'zini harakatlari uchun javobgar hisoblanadi. Biroq bu holatda jinoyat ishi qo'zg'atiladigan bo'lsa, korxonaning avvalgi rahbari sifatida siz ham ishga jalb qilinasiz va so'roq qilinishingiz, to'g'ri bu holatda agar advokat oladigan bo'lsangiz javobgarlikdan qutulib qolasiz. Biroq agar o'zingiz harakat qiladigan bo'lsangiz, mana bu holatda sizni ortiqcha xarajatlar va vaqtingiz ketishiga sabab bo'ladi. Ammo ba'zi bir holatlarda, masalan, korxona oldi-sotdisi aytaylik brend sifatida shakllantirilgan bo'lsa, bu holatda tushunish mumkin. Uni aytaylik brendini sifatida, ya'ni uni faoliyatini kengaytirish, undan ko'proq bir daromad olish maqsadida oldi-sotdi amalga oshirilayotgan deb baholash mumkin. Lekin agar korxona uzoq muddat faoliyat ko'rsatib kelgan bo'lsa-yu, aytaylik uni brend sifatida shakllantirilmagan holatlarda sotib oluvchi katta ehtimol bilan o'sha qanaqangidir noqonuniy faoliyat ko'rsatish maqsadida ushbu harakatni amalga oshiradi va bunda siz ham aytaylik unga sherik deb baholanishingiz mumkin va shu tomonlama sizni ortiqcha harakat va xarajatlaringiz, vaqtingiz ketishiga olib kelishi mumkin. Agarda sizga ham xuddi shunga o'xshash masalalar bo'yicha oldi-sotdi yoki boshqa turdagi huquqiy masalalar bo'yicha yordam kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlar orqali biz bilan bog'lanib, masalangizga to'liq qonuniy yechim topishingiz mumkin bo'ladi.